Assalamualaikum. Бүгін бір алайда күн, Cumhuriyet'teki Жігіт Башлары күні 10 октябрь. Соңға Еңшілап Сұлтанқорған мәлісі аялық көріп, Махмуд Қашқаринің 950 жылық өткізіп, мәшек баш қошуатымыз. Еркет тәвәсі, ұйғыр найасы, әмгекші қазақ, Алматының 8 районындaki Жігіт Башлары дәгілері баш қоштық. Ошу ұйыштығышыларға көптен көп рахмет. Машақшылар дайын боу атыды, кеп чақырып атыды. Мәйді тәжіріп алмаштырыш, жұтыны баш құрыш, біздің милләтінің оқыты, мәктәп саласы, яны нұрғын ішіла қарылды. Шыныңға әміміз мәшәтке баш қошып, тәжіріп алмаштырып атымыз. Шынғы көптен көп рахмет. Бүгін күндәк башлап күлі жиқарақ өтеу өсін, біздің қартымыз үшке нұрғын пайсы бар. Рахмет. Әне hürmetli otuzluğa vaktimiz taşıdı. Assalamu alaikum, hürmetli Жігіт Башлары, Meşrep Әхли, hazır mikrofonға yazgıcı, Қазақстан Yazgıcılar İttifakı'nın azası, Aziya Bugün gezitining baş muharriri Telman Nuraxonovni taklif qilsak, rahmat. Assalamu alaikum, Meşrep Əxli, Begim Başlar. Bugün ayda bir yaxşı kunda oturuvatımız. Bu olsun bizninki əcdadımız olğan, bütkül Uyğur xalqının fəxri olğan Mahmud Qashqarininki ən çoğun, ən büyük əmginin biri Divan-ı Müqəddəs Türk'ninki 950 yılını Jigit Bashları bilen nişanlavatqanımız o çoğun bir əhmiyyətki ega. İkinciden bu maşinçilik çoğun əhmiyyətki ega bir sənə Jigit Bashlarının günləri də nişanlavatqanı bu teximi əhmiyyətlik deb hesablayma. Şununla birlə barlıq Jigit Bashlarını, barlıq bəylərini, jüt başqıratqan jüt atlarını bugünkü Jigit Bashları günü bilen gezitimiz kollektivi namıdan səmimi tiləkdaşlıq bildirimiz, təbrikləyəm. Həndə o zaman yaxşı bilsizlər, Divan-ı Müqəddəs Türk doğruluq paranqığanda Mahmud Qashqari doğruluq paranqığa çıxda bir yerdə bizning yazgıçlarımız mı çoğu ürüşlerini koştu. Şuların arasında Baymeye'de Uyghur Tiyatrosu'nun gösterip kaldı. Ekrem Ahmetov'unki Mahmud Qashqari degan spektaklimizin Uyghur Tiyatrosu'nda koyuldu. Bunundaki Rus tilida yazılgan bizning Abduali Sadirov degan bir çoğun ataklı yazgıçımız var. 20 kitap, 20 doşı kitapның avtori. Ana şununki bir kitabını ben Uyghur tiliga tarjim qilgan Qashqar gladiatori degan o'qiganlar bo'lish kerak. Shu Qashqar gladiatori romanida o'sha Mahmud Qashqarininki hayoti aks etilgan. Bu yerda yozuvchining fantaziyasi ko'proq berilgan. Shunday bo'lsa, shu nimadan o'zining tug'ilgan eldan, shu xonlikdan ketib, boshqa millatlar bilan ko'rishib, shularning tilini o'rganish jarayonini shu romanda yozib mangdi. O'qiganlar bo'lsa, buni o'ris tilida dastlab Qashqarskiy gladiator deb chiqdi. Keyin Uyg'ur teatrida Qashqar gladiatori degan nom bilan nashr qilingan. Bizning Aziya Bugun gezitining nashr qilinayotganiga bu yil 18 yil bo'ldi. 18 yil degan endi bir o'g'il bolaning kamolatga yetgan ishi. Futuga endi ya'ni qattiqroq chaylab tura olgan xalqqa to'lgan bir gezitlarning qatoriga shu 18 yil davomida kirib keldik. Buning 18 yildagi taraqqiyotini nurg'unlar yaxshi bilsizlar. Bu yerda yaxshilik bo'ldi, qiyinchilik ham bo'ldi. Mening oldimda ishlagan kishilar bu yerda zardotsizmi harakat qilganlar bor. Bularni sizlar hammalar yaxshi bilsizlar. Endi bu yil Xudoyim bersa, mana shu oktyabr oyidan boshlab maktab to'plash ishlari boshlandi. Bu gezitning kelajagi bo'lishi kerak. Bu gezitda biz o'zimizning tarixini, madaniyatini, san'atini ham shundaqla Jigit Bashları sizlarning xonim qizlarning
faaliyetini biz keng türde berip kelyapmiz. Yani şu faaliyetimizin davamlaştırımız. Sizlerden at koygan işlerinden hemisi bizning gazetimizde eniq, ochiq yuzlab kelyapti. Çünkü sizler boshqarayotgan yurtdagi aholi, shu yerda turayotgan bizning xalqimiz, bizning gazetimizning mushtirlari. Ularsiz bizning gazet chiqmagan bo'ladi. Shuningga da'vat qilayotgan sizlarga ming rahmat aytgim keldi. Başta bizni qo'llab kelinglar. Keyingi avlodga, uzunlarning bolalarga, nevaralaringlarga bunu gazetning taraqqiyatiga menmi ulush qo'shgan degan mag'rurlanishdan aytalaydigan bo'lsalar, shuning uchun hammalarni gazetga tashviqot qilishga, yozishga chaqirgan bo'ladi. Ko'p rahmat. Rahmat Dilman, rahmat. Ondan saz bölüm boğan diken sazlardan başlaydı ya. Deskallara temnek birden verildik onlar. Cahanda yoktur ula kendisi Anıdır en mutlu kişi Cahanda yoktur ula kendisi Seni çok kıldı, bir parça düştü. Kanda yaşaysa üzerindeymiş. Seni çok kıldı, bir parça düştü. Kanda yaşaysa güzelmiş. Külem sen yaki, şınlam sen yaki, çip çikip la, külem sen yaki. Amal sil dünya hep takin Kanda yaşaysa güzelmiş Amal sil dünya hep takin Kanda yaşaysa güzelmiş Gidersen mu ben isim tabii Şünge bakmaz onun berbi Şünge bakmaz onun berbi Bilsen terdirini belgüler teybir Kanda yaşaysa güzelmiş Erdirmeyen işi teybirmeyen işi Gururlu yaşar Adem'in işi
kışında alayla geldim şirgin var salayla geldim yarın kışında alayla geldim şirgin var salayla geldim rencittim seni ağrıdı gönlüm senden geçirim sarayla geldim rencittim seni ağrıdı gönlüm senden geçirim sarayla geldim Küllerin baken açık tatlı durmuşluğun baken gülşatlı Küllerin baken açık tatlı durmuşluğun baken gülşatlı Yaxşını əsləyib, yamanını unut Gəldin cümlümni, alayla gəldim Yaxşını əsləyib, yamanını unut Gəldin cümlümni, alayla gəldim Olsun değmem, perişan gönlüm İçilsin değmem, fikrim değil
Assalamualaikum, hürmetlik atlar, assalamualaikum, hürmetlik meşrebekler. Jigit başlar bayramlar mübarek olsun. Bugünkü maça sorunlar uyuşturan Sultan Kurgan Cemiyeti mübarek olsun. Her kaysınları Allah'tan tanzimet dileyimiz. Her kaysınların kuvvet kayıştırmaları bereket. Ulayım keyinki evladımız maça sizlerinin kuvvet emgirlerini aklap, sizlerinin yollanmalarını tutuşturup da Allah kesip kısın deyimiz. Bugünkü bayram mübarek olsun. Nazım Ekmağlı. Burada ayalı kamerayla ülkede 10 gün üye hizmetinde yol çıkan. Ekvalılar yol çıkan sormaylar. Ahmış kandak yaptım. Biz yol öldürüp ettim dedik. Sen soranmadın onu öldürüp çiğ bilip kazan bir çıkan deskan çiğ bilip 9 veti öldürüp ettim. Netke ayalı üyeyi kopallığımlay. Men dışarıdan tayarlap içinem ügüzde oturdum. Şüphiden ki de bunlar sıldık desem oldu. Ha boptu, müşük koy ölüp de apanlık oturdu dettiğim. Biz kıynalıma dedik, he biz ügüzde oturdu dedik. Bunlar sıldık dedim. Bunu taza çekermen birisi deydi. Bazar bir çekilgan tamak gibi geçirip, bazar bir stakan tamak gibi 50 mı dedik. O yama kıymetli deyitsiledi, maya karak gelse yan birisi 100 mı dedik o aşağı bir stakan tamak. Bunlar sonra bunu mançı kıymetli oldu dedim, 3. sınavda gelsim, bir çekim tamakını 200 mı dedik. Esler soranmayma bir stakını 100 mı almadım. Biz o aka benim tamakamda bir çekil kalsam bir hep keyif bolsa ergidip bu. Oy bana gelip siz çek bak, tutma deyip tamak gelin. Kayıp gelin ben sana 200 mı dengen bir etme. Depke ekede 200 mı bir tamakını elip, üy kepli etaj götürdüğün derske balkonu çıkıp yasak çekip de bu. Çekse tutmadık, yani çekip de tutmaktı, ayıkıcı çekip tutmagandan keyin bazarki degenden kepeysi ki kaptı. Ya tutmuş akşam kaydırıp bir etmediken bu. Bazar belirleyiciler çıkıp ayak kimin kıymatı ayalı kaymanlık dedi. Ya bazar tamak sapka aldık gitti o akşam ekola içsi ayalı açtak kırında bıraktı oldu balkonda tanıdı gidekteydi. Böyle 3 çekermen. Bengiler 9. kavetinin üstünde tas çekiyor. Kaç bir vakit aldığı tüküçer çıktı da en olu. Şahlık böyle ki mimar kepla, orası kandal kepla aldığı kepla. Kim benim tepişmem dese ben tüküçer otağızı katas kılmadı gidelim. Orası ki peti koyarsa 25 de sadist de otağızı bir aylandırıp yaptı. Geldi 7 Özbek Türkiye Özbek'in aldığı kepla. 5 yerde 5. bulardı dese 25 anken o direğin yaptı şahlı otağızı bir aylandırıp yaptı. Üçüncüsü Kırgız geldik anladık gelip durup 525 mingga koşsa şey olur dese o Kırgız'ın adı sırasıyla aytpaysın mı katat etmeyeyim dedi. Buna məlidi bir balba geleydi. Akuf kim? Endi gam oğrike hoşkisi. Aşı rayonda aşı məldi birinin jüt deyip teyilmeydi bir aşı akuf kının birinin jüt kelke aşılarına kıkalı ke oğurluğunu. Azak şunabıl kışkı bağlı bunu tüzep koyarlar, özümüzün məlum balları meşrep gelişken ballar. Bırak oğurlu bular, tüzep kanar tüzeyimiz. Biz etimizin məldi bir moğlu gelip gel. Aşına yeni kapırıp bulak kışkem temsakızıp moğlunun bir keplimini anılsın. Durus yolu düşüp kaladı, kaç kere işkisini kaçırıp koymaydı, bir üyde tutup, monçıları çırıp, ıskıp, etsi hoşluğun ayıkıp, moğlu geldi diye öyle gelip otağız koydu. İşkisini moğlunu kütü otururken, yoldan gelen çoğun kişi, baş kayganda bulup kaptı, kırıpla, Müslüman seyadetini to'xtatdilar, namaz vakti bo'lib qolibdi. Namozimni o'tab olay, unga qarayman deb, taratini ilib, qilib qayoqda ol debdiki, o'g'rilarning cho'ng kechibdi qo'ydi. Keyin ins kechibdi, qochaqash, mallar chetga chiqib qolgandim, kechivyotsa, desa, molla qilib ishtirib qo'ydi, bizdan ko'rsin degandek tushunish. Ballarimiz, masalan, meslek tushunsa tursa yo'l tushdi deb o'ylaymiz. 80 boshqa mo'mayozning, Navramning to'yi bormasi, boljakisi, apa pamog'ina qish ko'rin, to'y mazar 3-etajga. Palanbayni tushunmadib, teri qartishi qilib tushunmadisi, ya buvamning otig'ini bor, o'zim berib bermadi dedik. Ma'qulda bu mamayni olib kirib, degandek Navrga otaydig'ini atab berib etgandan keyin tövelab tushib ketmagan chaqlash ballar degandek mamayni putsirilib ketib, 3-etajdan do'milgan mamay 1-etaj biroq koma kirib ketdi deydi. Koma deyotsa tushib perishtalar kirib ansirimizlar. Sizga o 80 az,
yana bir 30 yaş qo'shdik. Deb keldi degandek 2 kunlik mamay o'zi kelib, uyga chiqib ketgandan keyin halqa Parishtaning gibi isiga qilib, mama 30 yaş qo'shmaganda bu mamay salonga berib deydi. Çarşlarını milyar oyunu qilib, qash kirpikni o'zgartirib, qalpoqlarni yo'g'otib, tumoqlarni o'stirib, salondan chiqib kelib bir mashina nasmir uyutdi deydi. Bu dunyoga borganda o'zlama tuni qil 30ni qo'shmagan bo'lsa, "Ya tovasizni vashi to'lmabdimiz" deydi. Sen salonga o'tkazib turgan Alloh Allah yaratgan chiroyli to'lmay ketishi mumkin. Tanaffusman. Bundan sonra 15 bin tanaffus 6'dan 25 minutgacha. Qani assalomu alaykum hurmatli Ashraf Ahlim Ashraf begi. 3-chi bölüm deva dasturi bölümü, nəhayət qiziq bölümlərdən birisi. Begim başlayacaq ruxsatmi? Ruxsat. Qani unda bo'lsa o'zingiz uzoq bir ishga izlaydigan gaplarimiz bo'lsa, shunda boshlaylik. Assalomu alaykum hurmatli yigitlar. Endi bugun hozir da'vat dasturi yigitlar o'zaro tajriba almashtirish, bilimini oshirish degan bir temada nashrimizni maqsadimiz. Endi menda Sulton Qurg'on mesjidining bosh imomi Abduqodir burundan ishlab kelayotgan peshqadam imomlarimizdan biri. Tanishib qo'yinglar, shundaqla Nuriddin Karim Al-Azhar Üniversitesi'nden tamamlagan Atlas firmasının Hacı Umra bölümünün başlığı merhamet Hacı İbarımız digiçiler olsa haber versenler yolunlar aslan oldu demesiniz. Şundakla biz de her daim bizde işlep kivatkan Yalqın Karim İhsan Jurnalının baş muharriri her daim bizde birlikte. Nurun meselelerini yani biz şu ahırki 4-5 meşrepte 3-4 yıl oldu. Mus meşrepini oynayıp kivatımız. Bunun da 100'ün oşak soraklar koyulgan oldu. Bunların hemisiyle mesela nef meydandılar. Şeriat boşu kandak boş gerek diyendiler. Doğru cevabı verip yürüdü. Şimdi hemen birisine bizde şimdi mezhap var diyendek 73 ekimimiz var. Ular hemiz her kim özünkini doğrudaydı o. Başkalarının adaşkanda koydu. Peki biz bu Kazak'tan diyarda turvatkan için biz için muhimi, şu Kazak'tan dini nezaretinin çıkan yolu biz için doğru. Ballarına savatlıkın mesela elbette Kazak'tan Nur Mübarek diyen üniversitemiz var. Şehir bilim gelip dini savatlık olsa bizge hiç kandaklıkı ayrımcılık olmaydı da bu talaş tartışım olmaydı demekçimiz. Endi bana bugün günden bir yaratıcı ilgimiz bizni Uyghur kılıp yaptık ya. Şundakla başka milletlerin özgüce. Endi göğe bir namaz kılmalar diyoruz. 70 yılından birileri birinin de koysan ya bizge millet bizde yok, bizde fakat dedi elhamdülillah biz Müslüman der koyduk ya tüydük. Lakin biz vatanın kadrini vatansı bilir diyendek başta bir momentler bulup kaldı. Bizde millet yok. Elhamdülillah Müslüman çıktı diye vaktada Allah Teala bir milletini yaratman için onun anlatını biliş gerek mi, biliş gerek şart emez mi diye aşırı soğuk sorak çıkartıldı. Merhamet Bey'imizden karımlar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetlikçi. Yigit başları, bugün bana sizlerden 25'lik günlerine tebriklevatkan günken biz çın yurkumuzdan sizlerine tebrikleyimiz, şiyanlarga otuq tileyimiz. Hazırlığına akıllarımız hamısı eğitip bitip ketdi. Yigit başlarının işi bizimki milletimizni birlikke, yaxşılıkka çağırıp halkın içinde halkın yaxşılıklarını şularga ögütüp dinimiz taraftan olsun, örf adetimiz taraftan olsun, şunu durus yolga başlap ketip bağlan, özümüzün halkımızını şundaq birlik ittifaqqa yig'ib kelayotgan sizlar. Şunun jihatdan chin yurtimdan sizlarga rahmatimni aytaman. Alloh subhanahu va taolo shu vatanimiz uchun, millatimiz uchun qilayotgan har bir xizmatlarni Alloh taolo baraka qilsin. Mehtimni
mektebinin direktörü var. Bunların hizmetinde en çok Allah'ın aldığına en çok bir hizmet yapıyoruz biz. Çünkü İslam dininde bilimge birinci orunda çağırdı. Allah subhanahu ve teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy düşerken zaman birinci ikra degen sürüden düşerdi. Arap tilde ikra degen okuğun degen manada bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e birinci okuğun degenden başlandı. Şu dinimizden başlandı. Şunun cihetimizde okuş bu en çok orunda durdu. Okuşsuz hiç kanday millet, hiç kanday adam terakki kılamaydı. Bunu hemimizge uçuk yenilmesi. Şunun unu saldırgan, şunun peygamberlik koyduğun şu mektep. Şunun cihetim bu bizimki ana tilimizdeki peygamberlikni saldırgan bu mektepler. Bu Kazakistan'ımızdaki siyasetinin dürüstlüğünün arkasında elhamdülillah bütün dünyada yok mekteplerini, dünyada yok gezilerini, dünyada yok tiyatrolarını biz görüyoruz. Bu biz için çok bir nimetle bunun kaderini bilip şuna bunun kiyime özümüzün ortaklığa dürüst yetkizişke hizmet kılatkan her birimlerinin kademeye mübarek olsun dedi. Hem de hazır bir sual kelip kaldı. Hazır hem de bu biz mişte bolgan üçün mişte cemaatler bilen bulatma hazırki bunu Burhan Nakimiz degen cemaatler bilen birinci ağırlaşıp şular bilen birinci uçuretте şular bilen bağlanıştı buluş bu birinci imamlar bilen buldu. Hem de bu yakta Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de biz sizlarni bir ayolni yaratdik dedi. Undan keyin biz sizlarni har xil millatga, har xil uluslarga bölüp yaratdik, bir-biringlarni tunish uchun dedi. Biroq sizlarning ichinglarda eng ulug' darajanglar yuqori bo'lganinglar Allah Teala'nın korukkan takva kişiler dedi. Hem de bu şu ayette hazırki akımızın koyulan sualıga cevap yüzü durdu. Demiş ki sana Allah subhanahu wa ta'ala dedi, biz sizlerini millet kıt yarattık dedi. Hem de millet buluş için Allah subhanahu wa ta'ala her bir milletke birinciden tilini verdi. Til arkalık milletin bilinirdi. Til olmasa o millet yok bu gidilen narsa. Şunun cihetim bu her bir millet yüzünün tilini biliş bu en sürür nesnenin konuda da bilimiz biz. Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın Allah'ın özünün yaratkan nersisi bu. Tilge karışıkan Allah'ın yaratkınına karışıkan bu hesabında. Ya da bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala dedi, Allah Teala'nın yaratkınını özgürtüşke tirişmanlasın dedi. Özgürtüşke bulmaydı Allah'la yaratkan dersinde. Allah subhanahu wa ta'ala her bir milletini til bilen, her bir milletini örf adet bilen, Allah subhanahu wa ta'ala bir milletin başka kıp yarattı. Bu Allah subhanahu wa ta'la'nın vergen nersi. Allah subhanahu wa ta'ala şu arkalı sizler bir-biringlarni tuninglar, bir-biringlarni bilinglar, bir-biringlarga yaxshi muomalada bo'linglar, bir-biringlar yaxshi aralashinglar deb Allah subhanahu wa ta'ala her milletni o'zi yaratdi. Allah Teala o'zi yaratgandan keyin biz bu dunyoga kelganda biz o'zimiz tanlab bir millet bu kelmaymiz bu dunyoga. Eğer bizge tanlash bo'lsa, o'shada yalqi men degan musulmon millat degan tunamayman deganlar, albatta ular o'z vaqtida men Uyg'ur bo'lib tug'ilmadim bu dunyoga, men arab bo'ladim devasi bo'ladi. Bu mumkin emas u. Her bir adamni Alloh taolo qay millatda, qay yerda, qanday vaqtda, qay zamonda yaratishni o'zi biladi. Shu o'zi bilib şu adamlarni şu milletin içinde yaratkanken o milletni yok çıkarıp bunu karşı çıkarlık
o'ziga qarshi chiqqanlar Alloh bilan qarshi chiqqanlar bo'ldi. Asablı narsa bu tushundilar. Shuning jihatdan har bir millat o'zining tilini bilish kerak, urf-odatini bilish kerak, o'zining millatini yaxshi ko'rish kerak. Albatta, musulmon uning to'pisidan islom dini hamma millatni nima qildi? Birlashtirdi, birlikka chaqirdi. Biroq islom dini hech vaqtida o'zining millatiga qarshi chiqishga islom dini chaqirmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Kimde kim o'zining millatini tanisa, o'zining ata-onasini tanisa, men falan millatdan emas, ya mening dadam falan emas deb o'zining ata-onasini millatini tanisa, o odam mening ummatimdan bo'lmaydi dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu şekilde desek bunu düşünüp kalsak bu da düşerdik mi demem. Şunun jihatdan bu til biz üçün en zarur narsa. Bu tilsiz biz Uygur bu kalamayımız yaşadılar. Muşu tili bilen yana ikkinchi urf-odat bizga nimaiki zarur narsa u. Agar bizningki ota-bobomizning kelayotgan urf-odat agar bizning dinimizga qarshi kelmasa, dinimizning asli nimasiga qarshi kelmasa, ota-onamizning kelib qolayotgan urf-odat uningki millatga, odamga, xalqqa foydasi tegadigan, foydali chaqiradigan, foydali ishlarni qildirgan, yaxshi ishlarni qildirgan bo'lsa, u bizning dinimiz uni qo'llaydi, quvvatlaydi. Shuning jihatdan biz millat bo'lib qolgan ekanmiz. Biz Alloh taolo bizni shu millat qilib yaratgan ekanmiz. Biz shu millat bo'lib bu dunyodan ketamiz. Agar o'zimizni qancha tirishib, boshqa bir millat bo'lib ketay, boshqalarning ichiga kirib ketay deb qancha tirishsam, hech vaqtda u millat seni mening millatim demaydi. Onunki bir putni yursangmi, o millat bunu mening millatim demaydi hech vaqtda. Sen Uyg'ur bo'ldingmi, Uyg'ur bo'lib dunyo qildingmi, Uyg'ur bo'lib dunyodan ketish kerak, tilni bilish kerak. Rahmat tamam. Yaxshi javob berdi. Yaratuvchi egimiz bizni Uyg'ur qilib yaratgan bo'lsa, yo biz boshqa bir millat qilib yaratgan bo'lsa, demak shu biz ana tilimizni bilish shart ham farz o'xshash. Demek, çekinsek özümüzün milletimizden, demek özümüzün milletimizge bir hayırlı hukukatta bu. Ama eşkizde hukukan bu. Ama aldığımızda kendimiz kivattan ballarını tüzavasak bu çoğun bir gel. Mesela özümüz ürpetimizin anlatılını söylediğin, anlatılını söylediğin, mektepler verdiğin okşaslar işlerini. Mesela tüzavasak, teşvik istenmezsek, millet cemman bulmaydı. Hoş endimeye de sol soru kılıp olmayanlar? Yok olsa, neden de bizde her daim şu Kur'an yetba, roz yetba, şu sadıklıkla doğrusu da nurgundaki köpçeyi bilmediğin aşağıda sadıklıktır diyen nime, zakat diyen nime, sadaka diyen nime. Muşu ne bir anıklavasa hepsilatı çünkü her daim şu ninde yetbada basak, meçitladım hatta şu işlerle köyün suç gerek emez. Hoş mu şu mesela kandak suç gerekmiş bir çendürbe yapsana. Nayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın namı bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetlik beyim, hürmetlik jigit başlar. Sualga cevap verişten burun men mu şahsen sizlerni hammalarni bugünkü mehrimanlar bilen chin ko'nglimdan samimiy tabriklayman. Allah subhanahu wa taala bu bek ig'ir bir vazifani atqaryapsizlar. Sizlarga osonchilik bersin. Meshada savolga o'tmay turib bir ikki qisqartirib ketsam, ruxsat bersanglar. Bu yigit boshliq masalasi hakikaten ulug' bir vazifa deb aytsak bo'ldi. Buni niyatimizni men Allah uchun, Peygamberim için, milletim için, vatnim için degan mushu maqsaddan mushu vazifani bo'ynimizga olsak, bunun qilgan har bir ishinglar, har bir minut sekundinglar, shu xalq uchun, jut uchun menayotgan har bir qadaminglar Alloh taolo cho'qim sizlarga savob yozadi, ajr savobni yozadi. Shunga bu bir muqaddas bir qadriyatlarimizdan burundan ota bo'limiz bizga shunday yaxshi narsani tashlab ketgan, boshqa millatlarda kam bo'layotgan narsa elhamdülillah bizning millatimizda mana bir yaxshi urf-odatlar bor. Shunga o'zimizning millatimiz bilan faxrlansak bo'ldi. Endi
bayaqı sualga cevap kelsak, sadaqa meselesi umumen bu hayır ihsanlarını onun itibar atalgısı var bizim şeriatimizde bunu sadaqa deydi. Bunun içine şu zakat meselesi, el-infaqu fi sebillah deydi. Kur'an'da mücih yerlerde keldi. Allah'ın yolunda yardım kılış deb keldi. Onundakin Peygamberimiz özü belgilep ketken, bayaqı begimiz deb ketken fitr sadaqası. Fitr sadaqasıga kelsek, bu faqatla muayyan aylarda, yani Ramazan ayida yetqa bir kun qilishdan burun ashuni fitr sadaqasini muhtaç ailelerge, muhtaç adamlarga yetkizish. Mayli buni produkt tarafdan bo'lsin, mayli buni finansiy deb qo'yamiz, pul tarafdan chiqarib, har bir jondan nima nomidan bu sadaqani berish, buni fitr sadaqasi deydi. Endi bu fitr sadaqasidan maqsad nima deganda, balkim bir oy ichida, mabaynisida, ro'za tutishdan bir oy mabaynisida balkim bizda xatoliklar izhor bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, ya bir kamchiliklar bir yerda bo'lib qolishi mumkin. Mana mushundaq kamchiliklarni, mushundaq xatoliklarni shu fitr sadaqasi orqali nima qildi ekan, to'liqtirib onunla to'liq savobga erishimizga. Buni fitr sadaqa faqat Ramazon oyida chiqadigan sadaqa edi. Endi zakat meselesi bo'lsa, bu zakatning boshqa dinimizda boshqa narsalarning muayyan shartlari, belgilangan shartlariga o'xshash zakatning shariatimizda, dinimizda shartlari bor. Buni yilda bir qatim, o hammasi emas, faqatla nisobga yetgan o'lchamga, shariat belgilab ketgan o'lchamga yetgan kishilar uni yilda bir qatim nima chiqaradigan bir sadaqa, zakat. Buni her bir adamga chiqish o farz emas, faqat nisobi yetgan boy kishilarga u farz. Uni jiq yerida Qur'onda qayerda namoz zikr qilingan, shu namozdan keyin zakat zikr qildi. Va aqimus salat va atuz zakat. Sizlar namozlarni ado qilinglar, keyin nima zakatlarni ado qilinglar deb boylarga shariat tarafdan belgilab ketgan. Nimishga deganda bu zakat, bu sadaqa bizning topgan tapovatimizni, boyligimizni, melimizni nima qildi deganda, har qanday kamchiliklardan qolgan poklaydi ekan. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhir va tuzakkihim biga Qur'onda oyat bor. Alloh taolo Qur'onda deydi-ki, ey Muhammad alayhisalom, sen ummatingdagi boy adamlardan, ularning melidan hammasini emas, ba'zi qismini, ya'ni shariat o'lchab ketgan, belgilab ketgan o'sha qismini elib, nima muhtoj odamlarga bergen, yetkizgan deb nimishga deganda, shu bergen sadaqasi zakati nima qolgan melini o'zini nima qilgan, gunohlardan, xatolardan nima poklaydi deb Qur'onda Alloh taolo mushundab ketgan. Endi oddiy bir sadaqa bor. U sadaqaning belgilangan bir miqdori yo'q. O'zi ko'nglida u mayli kambag'al bo'lsa, kim bo'lsin, o'zining mumkin imkoniyati yetkicha nima onu 1 tenge bo'lamdi, 10 tenge bo'lamdi, 1000 tenge bo'lamdi, masjidlar bo'lsin, maktablar bo'lsin, mushuna xayr yurtlar uchun xayr ihsonlar bo'lsin, ashagirma sarf qilsa, uning savobi bek jiq. Endi qisqacha mushundoq. Sadaqa, zakat haqida savollaringiz bo'lsa, qo'ysanglar bo'ladi. Mashada biz inshaalloh javob berishga tirishamiz. Rahmat. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli Meşrep Bekir'e bilen. Ben size bir sual koyayım. Şu roz bitirdi oldu. Bolpun yakada da oğuzup gitti. Rozun başlandı. Jigit başladı. Koçuk manguzup satıp kıcı mişta oldu. Başı duruşum. Baya maşallah yaxshi bir sual. Endi sadaqa, mayli zakat bo'lsin, kimga berildi degan savol paydo bo'lyapti. Masjidga bersak bo'lamdi yoki boshqa yerga yig'sak bo'lamdi. Endi birondan ba'zi bir hamma yerda emas, jiq mallada uni birondan ota bo'lamiz yig'ib masjidga yig'atdi. Endi Qur'onda sadaqani berishning 8 turli kishilarni zikr qilgan. Mushu 8 tur berdi, hammasini devamaymiz. Shu muhtoj oilalarga bergan buni afzalroq. Lekin har xil malla bo'ldi. Mallada balki muhtoj odamlar bo'lishi mumkin. Endi bo'lib shaharlarda bizim Almut şehir tevrede 10 yıl muhtaç adamlar ko'rmaydi, kam aytganda. Shunga mayli masjid
Dege besim ulanıma şeriat ruhsat berdi. Bolup mescitlerimizin kerek muhtaç yerleri bir teratxanasını yasaydigan yoki o'zi bilmayman boshqa gilanib turadigan bir yerda muhtaç yerleri bo'lsa, shu fitr sadaqaning pulidan u yerga ajratsa bo'ladi. Lekin birinchi navbatda etrafimizdagi muhtaç odamlar, muhtaç aile bo'lsa, u yerga bergan afzalroq, chunki u Qur'onning putur buyrug'i bu. Buni ado qilib bo'lgandan keyin ish qarsa vaqtida masjidlarga yig'ib bersak bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh, anaqa yana vaqtimizdan yana yigitlarning o'zaro tajribalari ishtirba. Xo'sh, yana bir so'roq qildingiz. Buni o'tganda o'shandan 3-4 yil burun tahorat haqida bir tushuntirish bo'lgan. Demak, bu videolarimizni ko'pga odamlar o'xshaydi. Bu tahoratning qoidasi deb qo'ydik. İstincandan başlanamdı, yani niyetden başlanamdı, diye o'xshash. O'sha tahorat to'g'risida yana bir qatim deb ketgan bo'lsanglar, tushuntirib ketgan bo'lsanglar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yigit boshliqlarimiz, hurmatli begim. Mana Fikr Qavmlar jamiyatining hammalarni bayramlar bilan tabriklaymiz. Bu qanday deb ketgandek, biz qarim imom bo'laylik, yigitlar bilan ishimiz bir, maqsadimiz bir. Shu o'zimizning millatini, yurtimizni rivojlantirish, shu qo'rqitlarga chiqarish. Alloh subhanahu va taologa shukur etsin. Endi savolga kelsak, istinja degan bu ayrim masala. O'rishcha tozalik masalasi bu, gigiyena deymiz. Istinjani qaysi vaqtda biz o'zimizning taratxonaga borgan chog'da, hajatxonaga, kichik tarat bo'lgan bo'lsin, mayli cho'ng tarat bilan bo'lsin, mayli hajatxonadan keyin chiqqandan keyin namoz o'qimizmi, o'qimaymizmi, undan qat'iy nazar qachon borib, shu vaqtda istinjo qilib chiqishimiz kerak. Bu tozalik. Bu ayrim bir bölümde. Kichik tarat qayerda bo'lgansa, shu yerni tozalashimiz kerak aslında. Bulganmagan yer o toza, qaytlab uni tozalash hojat emas. Bizning hozirgi ko'pincha erlarning og'riqlari buni. Erkak og'riqlar nimdi? Paskin bo'lsa yuvib chiqaymizda, so'q qish vaqtlarda bu salomatligimizga ziyon. Shuning uchun tozalasak bo'ldi. Issiq suv topolmasak, hozirgi влажный salfetka deymiz. Ashdan qo'llansak bo'laveradi. Eng muhimi tozalashimiz kerakda. Albatta, eng birinchi yaxshi nima u suv. Hamda qish vaqtida issiq suv topolmasak, o'zimizning salomatligini o'ylash, boshqa asboblar bilan tozalasak bo'ldi. Bu istinjo masalasi. Bu tahorat kirmaydi. Tahorat ash qo'l yuvishdan boshlandi. Albatta, har qanday ish niyatga bog'liq, niyatimiz bo'lishi kerak. Tahorat olma deb niyat qilishimiz kerak. Birinchi tahorat olgancha qo'limizni yuvamiz. Biligimizga pishqatim. Keyin o'ng qo'limizga suv elib, og'zimizni oldida og'zimizni chayqaymiz. Pishqatim. Pishqatimning ichida bir qatim, ya har 3 qatimda g'arg'ar qilishimiz kerak. Ağzımı çakar bo'lgandan keyin burnimizni chaqamiz. Ashtaqla o'ng qo'limiz bilan suv elib, burnimizni aşağı, mumkin qadar ichiga tortamiz, so'ng qo'limiz bilan mishqamiz. 3 qatim. Keyin o'zimizni yuvamiz. 3 qatim. O'z degan qaysi degan chaqda, buni mang'ay charch chiqqan yerdan boshlab, buni quloqning meyagacha, beshig'icha, bo'yingacha, podborodok deydi u. Mana hammasi o'zga bo'ldi. O'z bo'lib hisoblanadi. O'zining hamma joyi suv tegishi kerak, yuvilishi kerak. Kichikina bir joy qurib qolsa, hisob qilinmaydi. Shundan bu 3 qatim yuvgan chog'da hamda uya quruq kelish oz bo'ldi-da, bo'lmaydi desaq bo'ldi. 3 qatim o'zimiz yuvamiz. Keyin o'ng qo'limizni jaynagimizni qo'shib yuvamiz. Qo'shib yuvgan chog'da bizning jiq xatoligimiz bunda suv oqitimiz bor. Mayaq ehtiyotda asti taraf qo'yib qoldi jiqsin. Quruq. Shundan o suv egilmaydi bunda qo'ysa, to'g'ri tushib ketadi. Qo'limiz bilan bunda surtib etishimiz kerak-da. Bu 3 qatim o'ng qo'limizni jaynagimizni qo'shib, keyin so'ng qo'limizni jaynagimiz bilan qo'shib yuramiz. Keyin beshimizga masx qilamiz. 4dan 1 qismini, oldi tarafimizni qo'limizga namda qo'limizni bir qatim surtsak bo'ldi. Bu farz ado bo'ldi. Keyin oq taraf bilan qo'limizning keyinni qilish bu mustahab. Qo'limiz va bo'ynimizni. Keyin o'ng putimizni oshiqni qo'shib, oshiqcha emas, oshiqni yuqori qo'shib yurishga o'ng putimizni
barmaqlarını, qo'limizni, putimizning barmaqlarini quruq qavuzmash kerak. Keyin so'ng putimizni yuvamiz. Mana bu tahorat. Shu qo'l yuvishdan boshlab put yuvish bilan tutilgan tahorat. İstinja ayrı masala. To'g'ri, endi bu yerda ko'pinchisi shu tarat yo'llaydi deb yugurib cho'g'irni oldi, hojatxonadan boshladi. Demak, u hojatxonadan emas, shu niyat qilib qo'l yuvishdan boshlandi. Shundaqda. Albatta. Endi masalan, shundaqlar tarat ba'da qo'yadi, namoz vaqti oz qoldi. Yal chiqasichi. Yal chiqqach tahorat buzildi. İstinja qilish shart emas. Ya bu yerda endi kitoblarda yalning ikki turi bor. Quruq va yo'l deb bo'linadi. Quruq yal bo'lsa istinja qilish hojat emas. Yo'l bo'lsa istinja qilishimiz kerak. Endi bu aniqlash bu qiyinroq masala. Endi yaqinki shakdan jiroq bo'lmoq deydimi? Ona uchun gumondan jiroq bo'lmoq dedi. Gumonimiz bo'lmish uchun berib bir tozalab chiqarsak yaxshi. Yaxshi. Bo'ldi. Demak, endi yal deb qo'yadi, qaytadan endi quruq chiqsa, demak, yoki istinja qilish shart emas, qaytadan tarat oldi ekanmiz. Buni deb to'g'ri shart bo'libchi, Gabrielga voy, yal chiqsa istinja qilish shart bo'lmaganda tarat buzilmadi deb o'ylab qoldi ekan. Yo, tarat buzildi. Yal chiqsa tarat buzildi, lekin istinja qilish shart emas. Bağlap, nersiga bağlap. Quruqmi yo'l? Quruqmi. Onu ayıramaysan, ko'pincha inson ayıramaydi, shunga tozlayotgan yaxshi. Çoğun kaldı yarın her kulgu avazsızdı. Hoş endi bana jigit pisirni bir ay burun biz hemiz Iskölge jigit pisiri 125'i ko'ngilleri ko'tarilib endi kecha kunduz tinmay ishlayotgan jigit pisiri bir yayrab ketdi deymizmi? Shunday bir sazlar bo'ldi, qiziq gaplar bo'ldi. Nurgul o'sha jigit pisirning o'zaro bo'lgan ishlari to'g'riliq gap so'zlar bo'ldi. O'sha urf-odatlar bo'yicha nurgul masalalar endi bunday yaxshi bir o'nimlik safarimiz bo'ldi. Shu safar jarayonida aslida endi hammasi bizga nima ko'rindi, bizga nima yetishmaydi, nima tolishyapmiz degan gap. Kan shu gap. Shunday bu deb o'tirgan naq maydonda deydigan odamlar chiqib dedi o'zining o'y fikrini. Shunlar o'sha bir ixlossiz chiqadi. Qartaq hech bir jigitbeshi yoki bo'lma davatgan jigitbeshi arimiz yo'q-ku tamamen. Deqi shu jigitbeshni talishayotganlar ekan. Sen bo'lasan, biz taraf kirsan, deb u bo'layotganlar asli o'zida jigitbeshi emas. Aslida manfaatiga aslida foydasi bo'linadigan ish keldi. Shuningdek da jigitbeshlar hammasi o ishdan tushunib, buningdan arımız yok, jigitbeshlarni oldiga bir berkasak, basak, ko'rsak, shuni tushundirsak, bizning mana o'tagan 20 ishimizda, 20 odam ichida bizning tushungan odamlar o'taman tushundik-ku. Bu otma ishlarni deb bizga murojaat qildi, kunduzi biz ya'ni kelgandan keyin arimiz yo'q, jigitbeshlarni oldiga bir qator o'tib keldik. Maydonda Sharifbas jigitbeshning o'rinbosari bizning Alımcakan var, ondan Medus rayonunun başlığı tarım. Ne var? Üçümüz aramız yok, çoğunuz gitmişsine aldı ötelde Besagaş'ta vardı. Besagaş'ta Ahyabrakan'ın aldı öttük, yani şundakla Ahmet Çakan'ınkiye, yani Almas Bekme'ye geldi bana. Dağlar nahiyesi 3-4 balık geldi. Bugün bana bizde bir hoşalık, yani bir 5-6 balık ketildi. Bağınmış yok. Şundakla Allah tasdırayını vardı. Meyde çoğunlardı bana Hezimkan oturdu. Hezimkan vardı, Abdarskan vardı, Amcakan vardı. Aşağı 4-5'imiz bağım olduk aldı. Yedi Osman bana Allah'ta o nahiyeden bugün 7-8 geldim, 9'umu geldi. Turistlerden bu kaldı ulan. Demek ya şu bizim manga hareketlerimizden biri. Görüşemedik. Onun misi kulu kıyatlı okşaydı, körüşme olabilir. Yama yolu ekip gitti dediği der. Şunu size getirdik ve biz telefona orundurduk, aldık diye de kaldık. Hoş elime sol sorakladın. Sol bak. Assalamu alaikum. Bugünkü cemaat bekle, jigitbeshlar yamtıkıp mermundan biri bulsun. Muspursan payda karımlar jigitbeshlardan bütün çoğun rahmet. Bizge çok uğrayımda tushuntirib berdinglar, tushundik.
Endi biz mushkursat deb bayinib rahmat desek rahmat yana degimiz keldi. Shu Burxonbek bilan or komitetga shunchalik yaxshi deming berdik. Bizning begimiz bir ish sabablardan o'zimiz qilsa baramay qoldi. Ashad bir savolni ko'targandik. Fond qursak deb. Mushu fursat bayinib qapmas sal mushtu reklam o'tkazib qolamiz. 5ni komissiya qursak, her ayda özümüz için her ayda 5 mingdan vuzosni qo'ysak, u vuzos ishini ishlatmasak. Begim bir minutda. Assalomu alaykum. Hurmatli Meshrabakli begim boshliq. Bu 5 ming haqiqatan qara, o'shanda bo'lsa, o'shanlarning avvalning bir fondlar bor ekan. Bu yoqda davlatı Çirekavasida o'zimizning bir fondi bor deydi. Bu yerga bir yig'sa, mayaqda bir yig'sa, uning ustiga hozir 3 gazetimiz bor. Ular yozildilar. İnsan jurnallarda vatkan, olimlar, yazgıçılar kitaplarını vatkan. Bu şirketvaşları akçı başka işi yok mu buların? 5 ming hakikaten öyle oldu. 500 tenge dep koysalar o vakti bulur. Gruppadan ma hiç kim kaçmaydı o 150 adam köpüyordu. Şunu demir işkimi üyege bir yege anda üzerine olur komitet onu her kılsına kayıp kaçlaştı. Hoş. Bazı gitmesine kinamayla, gitmesine hakikaten de mu Demek özünüz için bu özünüz için. bu da anakça bunu baksan top koyalı. Bu mesele pişnapta piston yaksılar. Gruplar yazarlı. Boşlanga bana mesela geldi var spiyol varımız desenler, ya bu Allah yol varımız desenler, ya takı bak varımız desenler. 5-6 ay burun bir hareket bakardı. 5 tane montaj çıkarsa şu hafta çıkmasa hacı vermez vakti başlıyor. Yok öz karanlık bir erz çıktı. Bana böyle meyde terindişimiz orundaydın. Bu şu vaktimiz ne vaktimiz? Karaydan'ın bağlı. Yıl olsa buradaydı. Bunu hadi şu Jigit Beşik'i kim saylaydı o? Jigit Beşik'i kimge atıyor Beşik'e? Jigit Beşik kimge beklendi olaydı? Sırtlı birileri gelip saylamaya hesap alalamdı. Yani bunlar adı davet günü sebebi ötkende şu nemeden vurumdayda koyarmışlar mesela boğa. Bunlar hiç kim ismi yok. Özellikle kim yok bunu salam katya okşaydı. Bu mesele için kim cevap verdi adı sorulara? Nima? Amerika soru cevap verip bilmemişsin kadar oldu gibi. Assalamu alaykum. Meshrabakli begim boshliq, hurmatli mehmonlar. Bugungi masharamizga xush kelibsizlar. Bu fursatdan foydalanib, mashallah o'tirgan yigit boshlarini bugungi kasbiy mehmonlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Chiqib o'sha yurtimiz, millatimiz uchun qilayotgan bebaho emgakning ahamiyati o'sha yurtinglardan baholansin. Xudoyim sizlarga kuch-quvvat, madad bersin. Endi buni savolga kelsak, endi boylikdan beri davatmizku. Bizning Uyg'ur millatimizda o'sha yigit beshi degan ajdodlarimizdan burundan kelayotgan, ming yillab kelayotgan bu yigit beshi bizning millatimizda bor. Har qanday yerda misoli bir 15 oila bo'lsin, yo bir undan ko'proq oila bo'lsin, ash Uyg'urlar yig'ilgan yerda 5 qo'shilib bir kishini yigit beshi qilib saylaydi. U hammamizga ma'lum. Hozirgi vaqtda misoli nahiyalarda ko'p mahallalar bor. Almutni alayli, yanisi boshqa mahallalarni yigit beshini asli shu mahalladagi turg'unlari shu mahallaga yigit besh qilib saylaydi. Misoli ko'ch yigit boshlarim bor bizda hozir. Shu ko'chining yigit boshlari nima? Shu ko'chiningki turg'unlari o'zlari saylash kerak. Undan keyin mana shu nahiyadagi misoli bizning Navruzboy nahiyamizda 4 xil mahalla bor. Biroq mana Sultonqo'rg'on yerlarda bu Turkistonlarda yomon nurg'un mahalla bor-da. 15-20 mahallaga chiqadi. Ana shu mahallaning yigit boshlari yig'ilib, o'zlarining nahiyalik yigit beshini saylash kerak. Shu mana yigit beshi kimga hisobot berdi degan vaqtda yigit beshi shu o'zi saylagan yurtdoshlarga hisobot berish kerak. Shu turg'unlar kim saylagan bo'lsa, yigit beshi shularning oldida hisobot beradi. Agar u hisobot bergan hisobotini shu yurt baholaydi. Shu yigit beshiniki qilgan 1 yillik emgigini baholaydi yurt. Qanoatlanarlikmi yo qanoatlarsizlikmi? Agar uning emgigi qanoatlarsizlikda baholanib qolsa, u vaqtda saylan bo'ldi, boshqa yigit beshini saylash kerak vaqtida.
Endi hozirgi vaqtda, mushu keyingi vaqtlarda hammalarga ma'lum bo'lyapti. Mushu bizning shaharda madaniyat markazi ya boshqa yerlardan keliblar 5-6 odamning xonim qizlarni yig'iblar, mana buni sen rayonning yigit beshi, sen buni xonim qiz deb ashaq saylayotgan joylar bor. Hammamiz uning guvochi. Bu aramizdami üstü saylayotgan yigit boshlar bor mana. Shuning uchun madaniyat markazi ya boshqa yerdan kelgan hech kimningki yigit beshini saylaydigan huquqi yo'q. Yigit beşini aşı yanın turğunları saylaydı, yigit beşi aşağıdan aldıkla hesabı verir. Demek endi başka jutdan ya başka nahiyerden ya başka şehirden kelip bir jutma atlap kirip adak hukuku yok. Saylaş hukuku yok hiç kimde. Düşüşme? Hoş adır, şu vaktimiz toş kaptı, ahırkı sözsüzlük olsun. Merhamet. Esselamu Aleyküm. Begim başı meşreplerle. Bunu jigit beşi sistemsi doğrusida. Ben biz atı boğularımızdaki ama kitaplarda yenilikli bir mesele. 55'i ve her 55'i diyen atak var. 55, 105'i. Kança dayam degende 55'i de 10 öydün 5 olsa 55'i. Aslında sayılgan atlı olduğumuz. 105 olsa 55'den o vakta işkisi. Şu vakta 100 bolanda o 105 olup sayılanlar. Bu devirlerde. Bu 2000 yakın adamız 1000 begim. Begine paketla 1000 aylık olsa şu vakta sayılaş hukuku var ki. Boğan. 1000 begi deginin şununda çıkıp tutuyor. 2000 aylık saylansa o şan begi. Aslında ketil verdiğim bir sistemi. Məqsədi hem de halkın besini qoşuş. Bu sistemimiz endi. Endi hazır bizim taraqqiy etib ketgandan keyin ko'cha yigit boshlari, bizningki mashrab o'zimiz alishayotganlarimiz yigit boshlari bu ishlar ko'payib ketgandan keyin bu boshqa tushib ketdi. Lekin bu ishni bir ratlab bo'ldi degan o'ydaman aslida. Ota-bobolarimizning an'analari asosida menda da kitob bor. Yani bir qarab aniqlab etib, duruslab mush masalani ratlab etsa bo'ldi ekan degan tushunch menda bor mushkilimiz. Endi buni eng muhimi bu o'zlari saylaydi. Shu turg'unlar o'zlari o'qiydi. Biz mushu mashada biz ziyonlar cho'ng nima ziyonli ish qilyaptik. Biz aralashib olib ishimizni buni bir yaxshi qilib aralashtirsak mayli, bir savol tutishlar, yaxshi qilishga. Amaliyotda birisi qarshi qo'shiq undab etib qoldik. Saylan bir yigit beshinchi yana bir yigit saylab etib. Shunlar bizning hozirgi bugungi sharoitimiz nima deganda mushu xalqning ichidan saylash harakatlari bilan hozir men do'qinlar ko'pchilik nimalar ko'pchilik yigit boshlari shunday yo'lda mangdinglar. Bizga qarshi mushu ishlarga qarshi nada u yerda tayyorlash bor, tayyorlar edi. Bu tayyorlash ketmaydi. Bu ko'pchilikning ishi, bu xalqning ishi, bu ijtimoiy ish, madaniy ish bo'lgandan keyin bu xalq o'zi sayg'ini to'g'rab, shuning uchun xalq ichida e'tirof qilingan yigit beshi eng cho'ng huquq ega deb qarayman. Maydandagi köyga o'ylar haqida bir yil bo'libmi 20 oshq uy köyde yigit beshleri talarni kirmedi degan bekda. Shundaqlar aqslaq masalalar bor, pochkada bunduq yigit beshleri bak avarib ketdi. Lekin bu masala muhimdi. Vaqtimiz toshib ketdi. Assalamu Aleyküm. Hürmetli cemaat, hürmetli canperverler. Bugün bana biz 6 oktyabr Yigit Başlar Günü bayramiga yig'ilib shu bayramimizni tabriklab, muboraklab hamma yoqib kelib Almatın bo'lsin, Uldusun bo'lsin kelib shu bayramni muboraklab o'tiryapmiz. Mana bu masala bo'lsa bilimni oshirish ve tecrübe almashtirish mashrab
Shuning uchun mana bu masala birinchi ketim emas, bu ko'p yillar bo'ldi. Bu masala bo'lyapti. O'sha masalalarni ko'p tezroq yig'otimiz. Bugun bo'lsa mana ko'p o'zimizdagi ziyonlarimiz bo'ldi. Qoriyalarimiz bo'ldi. Har turli savollar berildi. O savollarimizni hammamiz qanoatlandik. Masalan, bugungi mana Sultonqo'rg'on bo'lsa o'zimizdagi Turkiy xalqlarniki bo'lgan buvimiz bo'lgan Mahmud Qashqariyninki 950 yillik yozgan divan lug'at turkniki 950 yillik mugarrihlab mana bugun Sultonqo'rg'on o'tkazib ko'pdan ko'p rahmat Sultonqo'rg'on jamiyatiga. Mana bizning buvimiz to'g'riliq tarixiy o'tmish to'g'riliq etib ketdi. Turist ta'sirat oldik. Rahmat. Endi bu yigit boshlar degan bu bizniki otbuvimizdan kelayotgan, ajdodlarimizdan kelayotgan urf odat. Kelajak avloddan avlodga kelayotgan yaxshi xislatlar. Bizniki uyg'ur zutlar jamoat boyada ashu zutda yigitlar bo'ldi. Ashu zutda tartib, ashu zutning o'mligi, ashu zutning birligi uchun ashu yigitlar hech kimni ishlaydi. Shuning uchun men her daim yigitlarniki ishlarga aylaman. Kechi demay, so'ng demay mezmunlar ishlaydi. Shuning uchun bizniki otbuvimizdan kelayotgan bu yaxshi xislatlarni biz o'ylaymiz. Yani biz avloddan avlodga qoldiramiz deb hammalarga sog'lom salomat tilaymiz. Qozog'iston berayotgan mumkinlikni albatta qarindoshlar foydalanib ona tilimizni saqlab qolaylik. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Mashraf begi. Hozirgi so'zni men Dolqulakam Ro'ziyev qo'ymoqchi. Assalomu alaykum, hurmatli yigit boshlari, aktivistlar, cho'ng kichik me'morlar, bugungi yig'ilishning sababini hammiz yaxshi bilamiz. Birinchidan bugun 10 oktyabr 3 yil bo'ldi. 10 oktyabr yigit boshlar kunida biz jarayon qildik. Har yili 10 oktyabr kuni bizda bir marosim o'tadi. Meslekler ötüdü, yig'inlar ötüdü. Birimizni tabriklaymiz. Müslüman Shavkat Nazarov degandek 365 kun nikoh ishlagan kim o desa yigit boshlar deymiz. Vaqaga pul berganmiz qanday ishlatdikki bilmayman. Işte bugungi bayram muborak bo'lsin. Oldimizga qo'ygan murod maqsadlarga yetaylik. Yaqinda abayib ketgandek issiqlik berib 3 kun dam olib keldinglar. Keldik desam bu sizlar bilan birga boramiz hamma sizlar bilan har qachon birga. Yaxshi damkor shu dam olishma bugun mana shuniki davom etishda o'ylayman. Kechida mana shu 10 oktyabrga bizning buvimizniki 950 yilni oldashgan ishlarini biz davomlashtirib kelyapmiz. Mashraf muborak bo'lsin. Hammalarga salomat tilayman, omonchilik tilayman. Kelajakda mashtaq masablarda emas, to'y to'kinlarda, yoshlarda Xudoyim sog'sin mana hozir musibat to'g'riliq dedi, eshitdimmi? Bir-birimizga yaralab so'zlarimizni deylik. So'zlar jiq so'zlab ketsak, vaqtni bir yoqqa ketib bordi. O'zimizning bir so'g'izini yeb kelgan, shuni hozir Burxondan spiskini e'lon qildi, meshaga chiqishini so'raymiz. Assalomu alaykum, hurmatli yigitlar. Shundaqla sirahib me'morlar. Endi bu 4-bölümün 5'ida ona bergan savollarimiz bor. Albatta biz shu 20 yıl, 30 yıl işleyotgan adamlarga her bir meşhurimizde 7-8 adam yaştaki savollarimiz var. Teşekkürname şunu berimiz. Hoş, hazır ismi atalgan yigit başları meshaga chiqib desa. Nariman Davudov, Yerkent. Mahmud Turdiyev, Alcay. İbrahim Mahmud Shakirov, Chilak Rivyo. Rahim Baratov, Issik, Umbish Kazakskiy rayon. Yarmuhammad Imirov, Qo'yanqush, Ilinayasi. Ablikin Sadirov, Kalkaman, Navruzbay Nayasi. Ayubjon aka, Tayirov, Oqsay, Avazov Nayasi. Monluq Litipov, Aqbuloq, Alatau Nayasi.
Alıncan Kasımov, Pitivetka Turksit, İmelcan Akhatov, Sultan Korgan, Feyzullah Mehmet Kuliyev, Jitsu Sultan Korgan, Sırayıl Abdullayev, Janalık, Talgarski rayon, Kurbancan Maşurov, Dostlu, Amazovski rayon, Rişat Bakiyev, Halkaman, Mavruzbayski rayon, Rasul Emetov, Bijanov, Çilek regionu. Mesela hiç kısa lakap bulmayın. İbrahim. Ben bu chatten ayıpkanlıkı ok veren, mesela Tuğaz Yüklüsen'in hamlesinden olmasın bir xil. Almut'ta Beyler Nesrivi, sizin jüt cemaat ve jigit başlarının arasında resim kayıda ve urf adetlerimizni rivojlandırışga qo'shgan töhfeniz üçün samimiy minnatdorlik izhor qiladi. Sizning hayotiy tajribangiz jigit başlarının bilimini oshirishda ulgu ibrat bo'ladi deb ishonamiz. Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik baş jigit beshi Dolqun Raziyev, Almut shahrining baş jigiti Burxandin Chadijinov, o'qigan Shavkat Nazarov. Hoş geldin diye. Ayçan Tayyarov. Endi bu yerda buni her ketimde beryapmiz hammalar guvochi. Endi bu yerda albatta mana Ayıpkam 20 yil yaqin, shunaqla Abdulikim kam kelmabdi 30 yil yaqin o'xshash. Cho'ng yigit bezir uzun yil ishlab kelgan yigit bezir bo'ldi. Keyingisida Allah birta qag'allog'ima keldi 10 yil 5 yil yetparmiz asta-asta endi. Endi bu bir eslatma, keyingi kunda navrilari o'tirib, bu meni yigit bezirga xalq millati uchun mesela harmay tanlab ishlabdik degan bir yaxshi nima chiqdi bu yerda. Endi aramızda o'sha jangiylar har doim o'sha xalq millati uchun harmay tanlay ishlayotgan bir aktivist ben ağırımızda sen okumamışsın Kurbancan'dakini. Hürmetli Kurbancan Maşurov, Almut'ta Beyler Nesrivi, sizge dostluk jutunun ijtimoiy madaniy hayotini taraqqiy etishiga, jut birligiga qo'shib kelayotgan bebaho emigingiz uchun minnatdorlik bildirdi. Biz sizni jamiyatlik ishlarning faol ishtirokchisi, talantli tashkilotchi, millatparvar ham fidokor shaxs sifatida hurmatlaymiz ham qadrlaymiz. Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik baş jigit beshi Dolqun Raziyev, Almut shaharlik baş jigit beshi Burxandin Tajdinovlar. Meyda Kurbancan'ı kaldım. Kurbancan'la birlikte şuna Reşid'in Bakiyev var, Almut shaharlik baş jigit beshi o'rinbosari. Reşid'in Bakiyev bilan şu Kurbancan ağanımız Töş belgesini çıkarıpadı. Jigit besirge soğuk kıldı, tadım kıldı. Jigit besir kuniga haq bıçak çırpana. Rahmat, mübarek sağdaş. Bunu adı tahta es koysanız, jigit besirin içinde qancha bir siz hürmetiniz, izzetiniz bağlılığı göründü bu şey. Rahmat. Hürmetli jigit başları, memlekette bir bağlı alayında bir 20 jigit besini tanıştırıp etmekçimen Bijanov Meclisi'nin jigit beshi Rasul Emetov Maşakka kesanız, benim resimimi kesanız. Çilek regionu boyunca jigit başları Moşu jigitni alayın takdirlep koyuşunu tapşırgan. Biz şunu orunlap bana Qozog'iston Uyg'urlari Cumhuriyetlik Birleşmesi namıdan Cumhuriyetlik jigit başları namıdan Moşu teşekkür namını tapşırışını ruhsat kılanlar. Hürmetlik Meşrep Ekli, yeni Meşrep. Tabii Meşrep Ekli, hürmetlik Meşrep Ekli, yeni Meşrep Ekli. Hoş, Meşrep Ekli var mı? Nurlan, ağınımız 30 oğlunun birgiliği, yerket. Assalamu alaikum, begim başlık Meşrep Ekli. Bugün üçüncülük çıraylık ötті. Bunu uyuştuğun komitetka Sultan Kurban Meclistiki müteahhitlerge beklerge çoğun rahmet. Bek jigit başları ruhsat bulsa, endiki meşretimiz alsak, yerketin bir körp asılma. Rahmet. Sıkılgı bağlam valla, yerketki bağlamam dadız, barodu. Haşar Diger. Hazır bana, Haşar Diger'leri var. Haşar Diger'leri. Kane, Sultan Kar, salam yok. Assalamu alaikum, Jilaki Ülke'ye jigit başlar. Mimanlar. Birinçiden ben şu Sultan Kurban
Cemiyetlik birleşmemizden devam eden sizlerle hem olanı bugünkü Jigit başına kırılgan tebrikleyme. Hem olanı ayınlarga, meylanlarga, hatircemçilik, amancılık, tinçlik, zamınımız teş olsun, asmınımız açık olsun, her bir ailede hoşallık olsun, bereket olsun, bəxt saadet, hoşun diğer arzu armağanlarına yetişik olsun, Kudayın ismisi. Hem onlara bugün yolunu jırak, yakın gibi bu kankalarını biz meşekkeye giden rahmet. Ben oylayma burada meşrefni, yerketli olsun. Sen burada Almut'u da kıp versen şunu. Sonunda sırada bir ilişkide bu. Zilonuşka ve yaktimesi yerketin Almut'u gördünüz. Sen bir körpekle yerketine kanat gördün. Hem Allah'a rahmet. Hoş, merhamet. Serkan'a, Meşrep ağası var. Meşrep ağasılar. Assalamu alaikum benim başı Meşrep Ehli. Bugün işe sıkıp beginler çok rahmet. Sultan Agas bugün uyuşma komiteti çok rahmet sizlere. Şunçalık sırayla öttü. Jigit başla bekle Xudoy Bursa yerga tutmuşlar. Rahmet. Yan Meşrep'te ağasılar al diye hazır kepremlerde akarlar basılanlar. Endiki meselede eğer ruhsat bulsa meşekki cemiyetten, okuldan bekler sorsam bizdeki üyeliğimiz var mesela Misra'dan. Yerket kurban aşağı üyeliği var. Eğer ruhsat bulsa bek üyeliğimiz var tabi ülkesi. Oldu. Hadi Hürmet Meşrep Ehli Kuday'ın tavşıkla yakına. Bana tekşide büyüyorum. Gel söz başlık olmasa, arı budağa, merhamet karınlarla. Amin. Elhamdülillahi yadamada ve sahâzı ve canlarına muslimin ya Allah. Ya Rahman müşübegen nimetlerin insansızlığa şükürler neytimiz. Ya Allah bugünkü müşü oturması doğduruşumuzda hayırlık, birlik, intimakının belgisi bulduğun yakşı oturuşlardan kılıp savaplarını yazmaysan. Ya Allah bağlılığımızdan yüreklerimizge bir olan muhabbetimizi silip halkımızga tinchlik, amanlik, yurtimizga hatırı cemlik, Qozog'istonimizga tinchlik, Qozog'iston xalqiga birlik, ittifoq bergaysan. Barlig'imizni dunyo va oxiratda o'zing rozi bo'lgan qullarning qatoridan qilgaysan. Ya Allah, ichki dunyoning baxtini barliq xalqimizga taqilgaysan. Allohumma Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Bi rahmatihi ya arhamar rohim.